Assalomu alaykum. O'rtoqlar, biz bugun Chimkentdamiz, bir Akram akaning xonadonida. Bugun konsert bo'ldi. Konsertdan keyin mana uylariga kelib o'zimiz o'tiribmiz. Mana Manzura ham shu yerda ekan. Manzura yo'lda hamma mendan so'rayapti. Opa qayerga ketyapsiz? Chimkentga desam. Men Shahnoza. Qani Shahnozam mana. Ham shu yerda kel. Manzurani to'yiga ketyapsizmi dedim. Aytdim. Yo'q, Manzurani to'yi bo'lyaptimi desam, men Manzurani to'yi bo'lyapti. Kelsam Manzura shu yerda ekan rostdan. Demoqchiman, fursatdan foydalanib Manzurani tabriklayman. Juda ham yaxshi qiz, yaxshi ko'raman. Shu yoshga haligi bir xil aytyapti-da, shuncha yurdi. Siz ham yuribsiz. Bitta narsa aytish kerak. Shu paytgacha kelishingiz bo'lmaydi. Har xil gap so'zlarsiz. Haligi odam o'zini chestini ushlab, haligi xalq o'rtasidagi hurmatini ushlab kelish ham o'zi bo'lmaydi. Baxtga loyiq, o'ylaymanki, baxtga sazovor. Bu hammasi Allohning irodasi, Allohning aytgani bo'ladi. Shu yozilgani shu paytda eganda endi Manzura. Sen tabriklayman. Rahmat. Sen baxtga loyiqsan. Bilan baxtli bo'lgin kuyov bola bilan. Xudo xolasa davomiy bo'lsin. Ana shu farzandda birin-ketin bo'laversin. Amin. Adamni eng yaxshi ko'rgan akalarimdan biri siz edingiz. Bizlarga bir duo bersangiz inshaalloh. Allohimdan so'rayman. Xudo zamon bilagimni berdi, haqqi Xudo bilagimni shu xonadonimda, shu bir xonamda har bir insonlarga bergan fotihalarim, potalarim, duolarim har doim qabul bo'lgan. Sizlarga ham shunday yaxshi farzandlar bersin, baxt bersin. Ozoda aytmoqchi, yuzinglar yorug' bo'lsin. Birin-ketin beshik to'ylariga boraylik bundan keyin, Xudo xolasa. Qo'shiq qaranglar, ko'p yashanglar. Yaxshi mana shunaqa dasturxonda yaxshi insonlar bilan